anlagan bir kichkina maxfiyatlik bor. Xo'sh. Bugun endi hozir sahnaga chiqmoqchi bo'lgan Numurga nisbatan bizning hammamiz yaxshi ko'radigan suyumlik aktyorimiz bizga xo'shallik ato qilayotgan Muhammad Ushuq Pichoq bir gapni deb berdi. Bugun mushu Numur uchun oqshom yarim kecha 12da asar yozilib, bir kecha uxlamay bugunga ulgurtib tayyorlanibdi. Shunda bo'lganligi uchun bu demakchi o'g'ni biz jafo tatdiq demakchi emas. Agar ko'rurmanlarning ko'nglidagidek bo'lmay qolsa, ayibga buyurmasa, tovanchilik bilan umid qilamiz demakchi ekan. Qanday bo'lishining qat'iy nazar bizning xushalligimiz uchun, bizni kuldirish uchun tirishchanlik ko'rsatayotgan bu tirishchan yoshlarimizning har qanday tirishchanligi natijasiz qolmaydi deb ishonamiz. Albatta naq maydondagi qadrli tomoshabin do'stlarimizmi o'zining eng yaxshi alqış sadalari bilan o'zlarining chipar qizlarga Anar Pishti gruppasiga, TV rastiga, orgofiga bo'lgan muhabbati va yaxshi ko'rishni ifodalaydi deb ishonchimiz komil. Qani, chavak, ber, 2, 3. Chavak chaldırıcı sizdir qadar ustimi? To'liq olmagan soliq statistikalarga asoslangan chal odamning alqiniga nurg'ulg'an hujayralar yig'ilgan bo'lib to'xtamasdan chavakchilik orqali odam badanining immun miqdorini yuqori ko'targan bo'ldi ekan. Shunaqla xirg'andagi sakta, yangilash qatorliq kasalliklarning oldini olgan bo'ldi ekan. Shunlashqa do'stlarimiz o'zining salomatligini ko'zda tutib, shunaqla o'zini ayab, to'xtamasdan chavakchilik orqali badanining immun miqdorini yuqori ko'tarishini tovanchilik bilan iltimos qilamiz. Rahmat sizlarga. Bu sizning gapingiz. 掌声有请奇葩鼓励。好，有请，肯定，来人们。